Bugun bu davomliq baldur qopgan bir kun, qopsam sochlarim portlab ketibdi. Izchil qaynoq suvda beshimni yuvishni o'ylashdim do'stlar. Ma havo pek sovuq ketibdi. Suv tanishishni boshlab ketdim mana. Suv cho'gash aynan qarsam ma 2-chi dunyo urushi beshim qaytib portlaganday bo'lib ketdi. Şununla oldu atıdı. Yanmash davomliq sog'irib seriq qunaqda ko'p ketgan ishlarimni oq qunaqda qilma deb cho'kilab ketdim. Kunjulongda ko'p ketgan qasmoq yuzlarimni bizning shirkatning Kaysu marketidagi Anjison shimiyada shuyman do'stlar. O'lim bek yaxshi, oldigan bolalar qolsa, gaqsanglar buldi. O tahbib kasmak çok eten çaşırımını bizden şirketinin Kaysu marketidagi şifa şöyle düşürmen lazım valla gaqsağını buldu ha. Kunjulongda ko'p ketgan qasmoq may yuzlarim bilan ma portlab kirib ketgan sochlarim yuzsam xil pokiz bo'lib qolganman do'stlar. Teşhirsa qaya qildiribdi, og'aynam bilmishda ikkimiz yolg'iz menib ketdik qorong'uda. Bugun xil baldur qopimiz, oshxona kirsak ballim yo'q ha. Oddilam 2 mo'ma bir tuxum bir qunoqlarni ampay qilib qo'ydik og'aynam bilan. Bakkilishgan ha. Çakçak kırışma ha. Börek 8, muhabbet 10. Hemmini yasayman. Sinab kirsam ballim yo'q ha. Bugungi o'rganishni boshlab ketdim. Bugun o'qigan kitob bo'lsa, dunyodagi sirliq 24 soat dars degan kitob ha. Bugun misaq 1 soat o'qibdiman, 1 soatda xilijiq xiyalni o'qibdiman, birinchi dars tugay debdi. Chiqib bu kitobning ichidagi mazmunlar yana bir kitobdan qilishmagan. Mushtaq muhim ya'ni Uyg'urcha, Xanzocha yozib olma. Birdamda 1 soat darsni boshlandi, 1 soat tiyikoti, hoziramiz teshig'mandoq. Teshig'i chiqqan mushtaq sovuqda turib ketdik shu. Niyat og'aynamni shib yeb qo'ysam bu bek xushal. Tan tarbiya darsini boshlandi, birinchi o'p shugraymiz va o'qisilg'oni mushtaq savodoshlarim bilan qo'yda shugrab ketdik. Bugun o'tgan dars o'qib qolsam shu futbol darsida hammamizga mushtaq futbol berganti. Niyatda tipamiz ham musaranda tayinlik etmishtaq o'ynab ketdim. Güzelce bek xushal taxin. Darsda o'qishib chiqib, bekching fayzulga jumla do'stlar. Ancha-muncha topni topgandikim niyat varta to debdi, varta turdim ha. Ta'lim kib qoldi. Birdamda tan tarbiya darsini oxirlashdi. Hozir sinf kirib bayroq chiqaryapmiz. Tushdan burungi 2 soat darsni boshlandi. Bu darsga bek amroqman. Muallim degan narsa jalliq so'zlab berdi chiqibchimi? Muallim shundoq yaxshi jalliq so'zlab bersa, ma to'ngjorim yana uxlab qoldi do'stlar. Bu amal qilamdi men buningga. Mushtaq ancha-muncha o'tirg'im chiqib qolgan vaqtimni buldi-chu. O'zimchi bek xushal taxi balzan qilma o'tirg'i chiqibmi? Men san qildim kim ballay, chiqib bek maz. Mushtaq xushallik ichida bu soat darsni oxirlashdi. Hoziramiz tomoq yig'ilmandoq oshxonaga. Bugun tushda yotoq kirib turliq aramagandim do'stlar. Hozir yana tushdan keyingi darsga mangdim. Sinf kirsam jiq savodoshlarim kiriblamabdi. O'rnim qo'yib o'tirib bugungi banxuykaga tayyorlik qilib ketdim. Banxuykani boshlab ketdik. Mana 40 minut kitob o'qibman, qarsam ballim qolmabdi sinfda. Bugun jiq neyronlarni o'rganib oldim yana. Chiqib payzga maktabchimi? Kitobni o'qib bo'lmasam, savodoshlarim yana qatazlab ketibdi. Bugun turliq qish tushibdi mana. Shundan keyin darsim bo'lmagandan keyin og'aynam yana mushtaq dars so'zlab turyaptimi? Mushtaq ko'rganingdek do'stlar, hamkorlashgan og'aynamga darslarni shundoq yaxshi so'zlab berib, masalasini hal qilmayapman. Mushtaq bizning so'danisini qispa tushungispa bo'lib qolsa, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Men sizga mana shundoq inishkolatda tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Yana bir jihatdan mushtaq mas'uliyat lozim. Bo'lib qolsmi, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Mushtaq mas'uliyatning foydasini ko'rsanglar, o'limni ko'rsanglar, pulini yandiribman. Hamsa bugungi videomu mishada axlasun. Men izchil qo'llab qo'ygan barliq do'stlarimga ko'p rahmat. Sizlarning izchil qo'llashinglarni umid qilaman. Hamsa xayr xo'sh. Keyingi videoga ko'rishaylik.